Mayli, men hozir tayyormisiz, bo'ldimi? Orasidan olaverasiz hukka kerak bo'lsa. Hozir biz bir narsani aniq bilib olishimiz kerak, bizni ketma-ketlik qiladigan ishimiz. Miya, umurtqa, orqa miya bu, sentralniy miya bu. Vegetativ nerv sistemasi degan narsa bor. Siqilish, bo'shashtirish degan narsalar bor. Xo'p, tayyormiz? Xayrli kun, qadrli kuzatuvchi, tinglovchi do'stim. Agar bugun siz umurtqa pog'onasi masalasida qiziqib kirishgan bo'lsangiz, demak siz izlanyapsiz, savol beryapsiz va o'zingizni tanangizni qanday tiklashni o'rganmoqchisiz. Agar shunday odam bo'lsangiz, demak sizga hozirgi yechim berishga men imkon qadar harakat qilaman. Chunki ikkita odam bor. Bittasi tushunishga harakat qiladi. Mohiyatini, sababini, nima uchun o'sha ko'zim kasal bo'lib qoldi, nima uchun umurtqa pog'onam grija degan mavzuni bugun siz bilan ochamiz. Agar siz ana shu yechimini birgalikda tushunish va ichingizda o'sha ko'zim yetadi shuni tiklashga deydigan odam bo'lsangiz, demak bu videoni ko'rishingiz mumkin. Agar yo'q, menga faqat shu davolab qo'y yoki men bunga aralashmay operatsiya qil deydigan bo'lsangiz, mantiqan qaraganda grija qanday so'rilib ketadi deb ko'p odamlar tushunmaydi. Grijani ana shu chiqqan grija bo'lsa, qanday qilib so'rilib ketadi deb ko'pchilik odamlar tushunmay qoladi. Lekin grija so'riladi. Lekin osteoxondroz tozalanadi. Agar siz sababini tushunsangiz. Sabab har bir bo'layotgan holatni sababi bor va har bir bo'layotgan holatni asorati bor. Asorat, simptom ko'zda xiralashish bor. Ana shu umurtqa pog'onasini bo'yin sohasi qisilsa, oshqozon ichak tizimida hozir mana rasmni chiqarib berishadi sizga. Ana shu bir qancha a'zolarimizda asorati seziladi umurtqa pog'onamiz qisilganda, to'g'rimi yo'qmi? Endi uni qanday qilib bartaraf qilsa bo'ladi? Qanday qilib bartaraf qilsa bo'ladi? Undan oldin bizni umurtqa pog'onamizni biz tushunishimiz kerakki, uni qanaqadir dori bilan yoki qanaqadir bir kesish orqali tozalab bo'lmaydi. Qani edi umurtqani bu yoqqa olib turib tozalab yana joyiga kirgizib qo'yish iloji bo'lganda edi. O'shani iloji yo'q. Umurtqa pog'onasi o'zini o'zi tiklovchi mexanizm. Bizni hamma hujayralarimiz o'zini o'zi tiklaydi. Tibbiyot esa yordam berishi mumkin. Ana shu yordam berganda ham, masalan, bitta joyini blokada qiladi, bitta joyini tozalashga kirishasiz, masalan. Lekin nima uchun yillar davomida yana grija bo'laveradi. Shunaqa odamlarni bilaman. 8 ta, 9 ta grijalar chiqadi. Позвоночник nima bo'lib ketgan? Qotib ketgan, qotish sabablaridan bittasi. Umurtqa pog'onasini qotishi. Ya'ni qana qotadi desa, mushaklarni ham qotishlari bilan bog'liq. Ana shu atrofidagi mushaklar qotganda umurtqa pog'onasini o'zini o'zi tiklash mexanizmi sekinlashadi, sustlashadi. Ya'ni qon bilan boradigan moddalar bor. Monotsitlar deydi, kollagenlar deydi, elastinlar deydi. O'sha umurtqa pog'onasini disklarini, mana shu disklarini yumshatib beradi. Ana shu yumshoqlik harakat bo'lganda umurtqa pog'onangizda egiluvchanligi baland, elastikligi baland. Ana shu elastiklik pasayishi hisobiga umurtqa pog'onasida qisilishlar bo'lib bir joydan chiqadi. Endi qarang. Nima uchun ayrim odamlarda harakat qilmasa ham grija bo'lmaydi? Harakat yo'q, o'tiradigan joyda ko'pincha ishi. Demak, grijaning chiqishi bu sizning harakatingizga bog'liq emas. Lekin siz harakat bilan uni tuzatmoqchi bo'lasiz ayrim holatlarda. Uni sizga harakati bog'liqligi kam. Harakatingiz bo'lsa,
5% harakatga bog'liq. 5%. 95% harakatda emas. 5% demak harakatga bog'liq. 5% harakat, 95% boshqa joyda. Boshqa joyda turibdi. Ana shuning uchun ayrim odamlar rosa harakat qilgan bilan grija tuzalmaydi. Ayrim odamlar harakatsiz holatda, masalan, ko'rasiz, yoga bilan shug'ullanadigan, tai chi bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Ular o'tirgan joyda meditativ mashqlar qiladi va umurtqasi tezda tiklanib ketadi. Bizning ota-bobolarimizda ham ma'lum bir ilmlar bor. Ana shu o'tirgan joylarida ular his qilib, huzur holatida mashqlar qiladi, tiklanadi. Biz mana shu mashqlarni darslarda sizga beramiz. Chunki bu narsani olishingiz uchun bu mashqlar qaysi mashqlar deganda asosan mana bu ong bilan bog'liq mashqlar bo'ladi. Chunki ongdagi qisilish, mana bu sababi, ongdagi sabab aytaylik asab tolalarining siqilishi, qotish hosil bo'ladi. Mushaklarning qisilishiga olib keladi. Qon aylanmaydi, o'sha yerda kerakli moddalar bormaydi va umurtqa pog'onasi grija bo'ladi. Grija holatiga keladi, qota boshlaydi. Nima qilish kerak buni? Agar siz qattiq tashqaridan urish bilan yoki uni tez mana bunaqa harakatlar qilib yoki aytaylik uni tortib yoki uni aytaylik kesadigan bo'lsangiz, siz umuman noto'g'ri qadamlar qo'yayotgan bo'lasiz. Umuman umurtqa pog'onasini urish yoki umurtqa pog'onasini qattiq bir joylarini tortish, umuman oyog'ingizga berayotgan bo'lsa og'riq yoki birorta a'zolaringizga qisayotgan bo'lsa umuman ishlatmay qolishi mumkin. Oyog'ingiz ishlamay qolishi mumkin yoki ichki a'zolaringiz ishlamay qolishi mumkin. Chunki ichki a'zolaringiz bilan chambarchas bog'liq. Umurtqa pog'onasi bu alohida polkada emas. Bitta umurtqa pog'onasining orqasidan orqa miya o'tgan. Simpatik, parasimpatik nerv tolalari chiqqan. Simpatik, parasimpatik deb aytamiz. Simpatik ana va parasimpatik. Parasimpatik nerv tolalari. Ya'ni bittasi siqadi, bittasi bo'shashtiradi yuragingizni, urishini, faoliyatini. Orqa miya uni nazorat qiladi. Agar yuragingizni o'sha siqilish, ishemiya, stenokardiya, aritmiya sabablari bu orqa miya bilan bog'liq joylari bor. Shuning uchun umurtqa pog'onamizning erkin bo'lishi va umurtqa pog'onamizning orasi bunday ochilgan bo'lishi o'sha simpatik, parasimpatik nerv tolalarini erkin ishlashi bilan bog'liq bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Biz mana bu a'zolarimizni davolayapmiz, sababi umurtqa pog'onasi. Lekin umurtqa pog'onasini qotishi esa u yerdagi qon aylanishi, u yerdagi mushaklar, u yerdagi qotish bilan bog'liq. Sababi, nimaga qotyapti degan savolni beradigan bo'lsangiz, endi to'g'ri bo'ladi. Nimaga qotyapti umurtqa pog'onasi? Men uni beg'idan tozalab yotibman. Yig'larini mazlar qilyapman, blokada qilyapman umurtqa pog'onasini. Ana endi qarang. Mana shu yerda ikkita odam. Ikkalasi ham masalan uy ishini qiladi. Ikkalasi ham dvorniklik qilishi mumkin. Rossiyada bo'ladimi, chet elda bo'ladimi? Bittasini stroykada ishlaydimi, qurilishda. Bittasini umurtqa pog'onasida grija bor, ikkinchisida yo'q. Ikkalasi ham bitta ish qilyapti. Yoki ofisda o'tiradigan odam, ikkalasi ham o'tiribdi. Bittasida grija bor, bittasida grija yo'q deganda sababi ongidagi nima bilan bog'liq bo'lyapti desa, qadrsizlanish yoki qadrlanish bilan bog'liq bo'ladigan tomoni bor. Bu qadrsizlanish bu ruhiyatni tushishi yoki ko'tarilishi bilan bog'liq. Masalan, sizga bir ish berishyapti. Siz ichingizda konflikt bo'lyapti, nizo bo'lyapti. Shu ishni men qilishim kerak. Ayol sifatida ayol bo'lib, shu ishni qilamanmi degan fikrlaringizni ong ostiga o'tib, bu nervlarni siqib, bu qotishga olib kelib umurtqa pog'onasini, bu mushaklarning qisilishiga olib kelib,
Bu qon aylanishiga xalaqit berib, sizni harakatingiz, mana bu harakatingiz naborot nima bo'lyapti? Yanada battar siqilishga olib kelyapti umurtqa pog'onasini. Fizikiy birorta haligi mashqlar qilasizmi? Nimadan boshlash kerak bo'lyapti? Ongdagi o'zingiz. Masalan, shunday zotlar bo'lgan, ularni qadrsizlantirishga harakat qilishgan, yerga urishgan, pastga urishgan. Lekin shunda ham u o'zini qadrini ichkaridan bergani uchun, ichkaridan quvvati, ruhi baland bo'lgani uchun umurtqa pog'onalari ham, mushaklari ham egiluvchan va kerak bo'lsa yukni ko'tarsa ham bemalol ko'taradigan holatlar bo'ladi. 100 kilo, 200 kiloni ko'tarib yuboradigan darajadagi kuch bo'ladi. To'g'rimi, yo'qmi? Qayerdan keladi kuch? Uni ichidagi ishonchni balandligi bilan. Uni pastga urishsa ham, uni umuman qadrlashmasa ham, uni ichidagi energiya, stержень, uni ichidagi quvvat manbai yanada kattaroq maqsadlar bilan bog'liq bo'lgani uchun u chiqib ketadi bu situatsiyadan, vaziyatdan. Lekin u hayotda meni pastga urishdi, qadrsizlanib qoldim, munosabatlarda qadrsizlanib qoldim yoki yosh bolaga hamma ishni buyurib qo'yaversangiz, yosh bola bechora qisilib qolganda ham umurtqa pog'onasida nagruska, narushение bo'ladi. Hamma ishni berib qo'yaverganingizdan keyin u bechora qadrsiz holatda uni. Agar uni avval duxini ko'tarib turib, keyin unga nagruska bersangiz, u ko'taradi. Demak, birinchi unga ish berishdan oldin ruhiyatini ko'tarib, keyin ish bering, ko'taradi. Lekin ruhiyatini ko'tarmasdan turib unga ish bersangiz, umurtqa pog'onasi ko'tarolmaydi uni. Ana shunaqa bog'liqligi bor, qadrdonlar. Siz bunga ishonasizmi? Buni ishonmaysizmi? Sizni ishonishingiz va ishonmasligingiz bilan bu men o'ylab topgan narsalar emas, bu yillar davomida izlanib borayotgan olimlarning gapini aytyapman sizga. Va o'zimizni tajribamiz 23 yil davomida odamlarni ishlab, gap uni kasalligida emasligini ko'ramiz. Gap uni grijasida emasligini, gap u odam o'sha holatini o'zgarish orqali, o'ziga bo'lgan munosabatini o'zgartirish orqali chiqib ketadi. Uni nima qilish kerak ekan? Asablari tiklanishi, mana bu sababi harakatda nima qilish kerak? Mana 95% ko'zi yetish kerak. Ko'zi yetishi kerak. Shuni tiklanishga. Ishonchi bo'lish kerak. Men qila olaman deydigan holat bo'lish kerak. Biz o'shanga mashq beramiz. Ana shu mashqlarni biz 10 kun davomida avval uni ongi bilan ishlaymiz, psixikasi bilan ishlaymiz. Chunki stressiy holat hammada bo'ladi. Hammada stress bo'ladi. Kimdadir kredit, kimdadir hamma undan talab qilyapti, ishxona, o'sha payt bo'yinda qisilish bo'ladi. Buni fiziologiyasiga ta'sir qiladi, qon aylanishiga ta'sir qiladi, mushaklarga, qon tarkibiga ta'sir qilishini hozir tushuntirib beryapman. Undan chiqish esa ana shu yerda ikkita odam bo'ladi. Bittasi o'zini qadrsizlangan deb pastga tushib va men majbur shu ishni qilishim kerak ekanda deb qisilib qolsa, unga qancha u naborot больницада yotsa shuncha maza qiladi. Qutuldim deb o'ylaydi. Lekin bitta больницаdan chiqadi, keyingi больницаga yotadi, 5-6 oydan keyin. Yana qutuldim deb o'ylaydi. Yana boshqa больницаga. Umri mana shunaqa xirurgdan xirurgga o'tib ketishi mumkin. O'zim ham shu holatda bo'lganman. Xirurgda bo'lmasam ham vrachdan vrachga yuradigan holatlarimiz ham bo'lgan. Ana shundan chiqishimizga ustozlarimizda nima bo'lgan? Ana shu yerda ilm bo'lsa 95% odamda o'zini ilm deganda to'qimalarini tiklanish qobiliyatini borligi haqidagi ilm. Eshitganmisiz, masalan, birorta ayol ana shu bittasi bo'lgan, darvoza bolasini ustiga tushib ketayotganda ayol kishi ko'tarib qolgan. 4 ta erkak o'sha bolani qutqarib qolgandan keyin darvozani tashlab yuborganda 4 ta erkak ko'tara olmaganligi darvozani. 4 ta erkakni ko'taradigan yukini ayol kishi ko'targan, umurtqa pog'onasi ko'tara olgan.
Bu nima mo'jiza? Siz ko'p eshitganmisiz shu haqda? Agar eshitgan bo'lsangiz, shunaqa bittasi aytib berdi, Samarqandda bo'lgan, umuman paralizovanniy holatda bo'lgan, umurtqa pog'onasi ishlamaydi, qo'llari ishlamaydigan odam deb haligi bolasi qarasa belanchakda yotgan bo'lgan, ona ovqat qilayotgan bo'lganda qo'shninikiga chiqib ketsa, olov chiqib bola tomonga yaqinlashayotgan bo'lgan. U ovozi ham, gapi ham chiqmaydi, qo'li ham, oyog'i ham ishlamaydi. O'sha paytda bunday qarab, bolaga qarasa hech kim yordam bermayapti, olov boryapti. Shunday o'zini yozda bo'lgan, endi so'ridan tashagan, gursillab yerga tushgan va emgalashni boshlagan. Emgalashni boshlab o'zini qutqaruvchi, bolani qutqaraman deydigan sel miyasida bo'lgani uchun ana shu bolani qutqarayotgan paytda belanchakdan qo'l oyog'i ishlab ketgan o'zini va bolani ham qutqarib qo'ygan. Izohlarda shu haqda yozing. Sizni hayotingizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Endi bir xillar aytadi, siz gapiryapsiz, baraka topkurlar, ong bilan men sizga tushuntirib bermasdan turib, faqat tanangizni o'zini ukol dori qilaveradigan bo'lsam, siz nima farqingiz bo'ladi jonivordan? Mushukni operatsiya qildik, kuchukchani operatsiya qildik, nima-yu? Insonni hech qanaqani tushuntirmasdan turib, anglatmasdan turib, olib tashadi. Qanaqa dori qilyapman, ovozingni o'chir, aqling yetmaydi, bilmaydi degan holatda qiladigan bo'lsak qanday? Rostdan ham kimgadir kerak emas bu. Menga tushuntirmang. Vrachga ham kerak emas. Siz boshingiz og'riydi. Nima qiladi? O'chirda shuncha odam turibdi. To'g'rimi, yo'qmi? Lekin izlanuvchan odamlar uchun bu. Bu ilm, bu ishonch ko'zini yetishi, bu mana bu sabablarni anglash, bu rostdan ham o'zimni ustimda ishlayman va bu dunyoga men faqat iyag'idan operatsiya, bu yog'idan operatsiya bo'lib emas, o'zimni qadrlanish holatimni uyg'otib, ana undan keyin sabablarni bartaraf qilib, ana undan keyin jismoniy mashq bering bunga. Bir deganda tozalanish ketadi. Shuning uchun ayrim sport zallarda avval duxini ko'taradi, keyin narsa ko'taradi, keyin umurtqa pog'onasi yaxshi bo'lib ketadi. Trener sifatida biz avval ichki ruhiyatini, quvvatini, keyin sekin-sekin mashqlab chiqib ketadi u tez. 10 kun orasida yangilanadi. 40 kunda вообще zo'r bo'ladi. Ya'ni odam o'tirishi va kollagen bilan o'sha elastin qon tarkibini o'zgarishi natijasida ham sababi bartaraf bo'ladi, ham asorati yaxshi bo'lib ketadi, tozalanadi va u tiklanishni boshlaydi. Demak, bizning mashg'ulotlarimiz mana shu bilan bog'liq va biz har kuni asab tolalari bilan gimnastikalar, qon tomirlar gimnastika, ana shu qisilib qolgan biologik faol nuqtalarni massaj qilish, ma'lum bir biologik faol nuqtalarimiz bor. O'shalarni ta'sir etish natijasida umurtqa pog'onalaringiz qo'yib yuboradi, yumshatamiz, sozlaymiz. Ana undan keyin sekin-sekin sizni ana shu umurtqa pog'onangizga to'liq yordam berib, simpatik, parasimpatik nerv tolalarini ham faollashtirish natijasida sizni ham ruhiyatingiz bilan, ham ongingiz bilan, ham nima bilan? Mana bu yerga yozadigan bo'lsak, ham ruhiyat bilan, ham ong bilan, ham tana bilan yondashuv qilishimiz kerak. Kompleks yondashuv qilsak, xudo xolasa, tanangiz juda ajoyib holatga keladi. Inshaalloh keyingi videolarda biz qanday mashqlar deganini biz chuqurroq batafsil to'xtalamiz, lekin birinchi navbatda insonni ham mana shu psixikasiga bog'liq stressli holatlarda ikkita odam bo'ladi. Masalan, kelin, uni ham ichida ma'lum bir hissiyotlari zo'r bo'lsa, u vaziyatdan egiluvchanlik bilan chiqib ketadi. Bittasi qotib qoladida, badani umurtqa pog'onasi qota boshlaydi. Egiluvchanlik, elastiklik, bu mana hozir qilgan holatingizda ham salgina mana bunday egiluvchanlik, bunday tanangizni yaqa-yoqa harakatlar, yengil harakatlar qilishingiz ham badaningizni yumshashiga olib keladi. Chunki stress vaziyatlarda stress deb yozaylik tepaga, stressda tana qotadi. Qotganingizda ketdi, tana birdan o'tib ketdi u vaziyat.
Lekin qayta o'ylayverishingiz bor. Kecha mana shunaqa bo'luvdi, kechdan kuni shunaqa ish qilyapsizda, shunaqa miyangizda o'tmishdagi o'sha salbiy holatlarni aylantiryapsiz. Bu sizni to'g'ri mushaklaringizni qotirishiga olib keladi va uzoqqa bormasdan umurtqa pog'onangizda qisilish bo'ladi. Shuning uchun xulosa sizdan. Hammangiz bilan ekran orqali ko'rishganimizdan xursandmiz va biz xudo xolasa mana yaqinda mashg'ulotlarni boshlayapmiz onlayn tarzida 40 kun bo'ladi. Avval 10 kun intensiv va 30 kun biz kuzatuv natijasida ana shu natijalarga olib chiqamiz. Olib boramiz. Savollaringiz bo'lsa izohlarda berasiz. Pastda biz havolada albatta siz nomerlarni yozamiz, adreslarimizni yozib qo'yamiz va biz birgalikda yechim beramiz. Qancha odamlar bor grijdan chiqib ketyapti. Onlayn o'qib, shug'ullanib, ongli ravishda ham sababini, ham asoratini bartaraf qilyapti. Va siz ham birinchi ham emassiz va oxirgi ham bo'lmaysiz. Sizdan keyin ham qancha odamlar hali shug'ullanadi. Sizdan oldin ham 23 yil mobaynida qancha odamlar umurtqa pog'onasini tiklab kelyapti. Meni grijam ketarmikin desangiz, demak ko'zingiz yetmayapti. Ko'zingiz yetmasa, lutchi qilmang deydi. Ko'zingiz yetishni boshlayaptimi? Qadam qo'ying. Ana shunda zo'r natijaga erishasiz. Ko'rishguncha.